Salom. Men advokat Abdulaziz Isakulov. Nyu-York shahridagi Isakulov Law Group advokaturasi asoschisiman. Bugun biz sizlar bilan AQShda yashashning 3 ta afzalliklari va 3 ta kamchiliklari haqida batafsil gaplashamiz. Amerika bu imkoniyatlar mamlakati. Sizni ushbu davlatga kelishingizdan maqsadingiz xoh ilm-fan, xoh professional karyera qurish, xoh biznes qurish bo'lsin. Siz ushbu davlatda o'zingiz xohlagan maqsadingizga yetishingiz mumkin. Amerika bu 50 ta shtatdan iborat bo'lgan ulkan mamlakat. Ushbu mamlakatda siz o'z moliyaviy imkoniyatlaringizdan kelib chiqqan holda o'zingizga ma'qul iqlim sharoitiga ega bo'lgan va hayot ritmiga ega bo'lgan shtatni tanlashingiz mumkin. AQShda butun dunyoga mashhur bo'lgan Yale, Stanford va Garvard kabi universitetlar joylashgan. Siz ushbu universitetlar diplomini olganingizdan so'ng nafaqat AQShda, balki butun jahon miqyosida o'z karyerangizni qurishingiz mumkin. Endi navbat AQShdagi 3 ta kamchilik haqida. Birinchisi, bu AQShdagi tibbiy sug'urta tizimidir. AQShdagi tibbiy sug'urta tizimi qimmat va juda ham sekin ishlaydi. Ikkinchi kamchilik bu AQShning megapolis shaharlaridagi ijara haqlarining ancha qimmatliligi. Uchinchi kamchilik bu AQShdagi byurokratiya va huquqiy tizimning juda ham murakkab ekanligi. Bu yerda siz u yoki bu hujjatni olishingiz uchun nafaqat oylar, balki yillar sarflashingiz mumkin. Ushbu murakkab huquqiy tizimda sizga to'g'ri yechim topishda Isakulov Law Group sizga doim yordam berishga tayyor. Siz AQShga qanday afzalliklari uchun ko'chib kelgan bo'lar edingiz? O'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring.